Ko'chmas mulkka investitsiya kiritishning eng muhim ikki omili bor. Plan injener ham bugun kasal bo'lib qolganda chiqmabdi. Pastga bitta srochni tushgan. Ko'chmas mulk doim juda ham xavfsiz investitsiya bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Qo'llatmasa, men ko'rmasdan eshik apalkam qo'yib bitiraman. Tuproq bilan prikasatsiya qiladigan joylari mana shunaqa gidroizolyatsiya qilinadi. Do'stlar, agar sizlarni Abu Sahida do'koningiz va biznesingiz bo'lsa, sizlar uchun zo'r yangilik bor. Sirli ma'lumotlar hammasi podvalda. Keyinchalik mana shu liniyaning oldidan metro o'tadi. Bizimga biz ham qoladi bu yerda. Mustahkamdagi bu daraja bo'lmagan. Agar sizning faoliyatingiz Abu Sahiy yoki shu atrofdagi bozorlar bilan bog'liq bo'lsa, bu variantdan zo'rini topa olmaysiz. Botga ijaraga qo'yadigan investorlar uchun doimiy mijoz topsa bo'ladi, chunki bu bozor. 238 xonadondan shu kecha kunduzgacha 3 dan 2 qismini sotib bo'lganmiz. Ayni paytda taxminan 80 taga yaqin uylarimiz qolgan. Umumiy loyihalar soni 10 mingdan ham oshdi. Amerika prezidenti Donald Trump aytgan ekan, ko'chmas mulk eng xavfsiz investitsiya yo'nalishidir. Ya'ni bu biznesdan siz ham ulush olishga hali vaqtingiz bor. Eng ko'p pul yeydigan ham, eng ko'p ish qiladigan ham Xudo xohlasa bersa, xo'sh. shular. Quruvchilar bilan bir muammoingiz bormi? Tahlikali holatlarni ham ko'zdan qochirmasligimiz kerak albatta. Bu joyda arenda ham yaxshi yuradi, bu joyda remont sotish ham yaxshi yuradi. Bu doirada shunchaki olib sotish ham yaxshi foyda keltirib turibdi shu kecha kunduzda. Bo'ldi, bunaqa joy olish hojati yo'q. Buni orqaga qo'yaverasiz. Amin. Assalomu alaykum, men otim Shohrux, familiyam To'laganov. Bugun sizlarga Toshkentdagi novostroykalar haqida to'plangan bir ma'lumot to'lashmoqchi bo'lamiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu videoda sizga bir ajoyib loyihani taqdimoti bo'lib o'tadi va shu taqdimotda siz uydan chiqmasdan turib qaysi loyihani qanaqa tanlash, qanaqa tekshirish va qaror qabul qilish uchun qanaqa instrumentlardan foydalanish mumkinligini topib olasiz. Va eng asosiysi, eng foydali bo'lgan investitsion loyihani ma'lumotini to'liqligicha olish imkoniyatingiz bor. Videoni oxirigacha ko'rishdan to'xtamang. Diqqatli bo'ling. Bugungi kunda Toshkent aholisi yiliga 3% dan o'sishi kuzatilyapti. Bu rasmiy ma'lumotlar. Endi uy-joy sohasiga bo'lgan talab yillik 5-6% ga Toshkent shahrining o'zida ko'tarilib borganini ko'rishingiz mumkin. 2023-yildagi Markaziy bankning bergan ma'lumotiga ko'ra, yiliga Toshkent shahrining o'zida 68 ming ta kvartira investitsion shartnoma asosida to'lov qabul qiladi. Bu ma'lumotlar nimani anglatadi? Shu kecha kunduzgacha bo'lgan holatda ko'ryapmizki, ko'chmas mulk bozori Toshkentda juda ham jadal rivojlanib kelyapti va foydali bir shaklda hammani ko'ziga, nazariga tushgan. Foyda bo'lgan joyda ko'pincha tahlikali holatlarni ham ko'zdan qochirmasligimiz kerak albatta. Hozir siz bu videoni diqqat bilan kuzating. Hozirgi taqdimotimizda sizga berilayotgan loyihadan to'g'ri foydalana olsangiz, siz 2026-yilning oxiri yoki 2027-yilning boshlariga kelib, hozirgi holatingizga qaraganda 2 barobar ko'proq pul topish yoki daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Loyiha hamkor rezidens loyihasi Abu Sahiy Center ro'parasida joylashgan klubning dom haqida ketadi. Domlar novostroyka haqida gapirayotganda, umuman ko'chmas mulk bozori haqida gapirganda mashhur bir investorlarning gapini, ularni fikrlarini eslamasning iloji yo'q. Hozirgi kundagi Amerika prezidenti Donald Trump aytgan ekan, ko'chmas mulk eng xavfsiz investitsiya yo'nalishidir. Warren Buffett bo'lsa, ko'chmas mulk haqida eng yaxshi sarmoya talab doim yuqori bo'lgan aktivga kiritilgan sarmoyadir deb yoritib ketgan. Tabiiyki, ular haq. Ko'chmas mulk doim juda ham xavfsiz investitsiya bo'lib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Lekin ko'chmas mulkka aylanganidan keyin, ko'chmas mulkka aylanguncha bo'lgan davrda qurilish jarayoniga pul tikayotgan odam e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlarni yoritib o'tishga harakat qildik va shu borada bir loyihani sizga butunlay taqdimotini qilishga urinib ko'rdik shu videoda. Ko'chmas mulkka investitsiya kiritishning eng muhim ikki omili bor. Biri vaqt, ikkinchisi lokatsiya. Qaysi vaqtda, qanday lokatsiyaga pul kiritish, mablag' kiritish sizga foydali bo'lishini xohlasangiz, diqqat bilan kuzating, sizga hozir yoritib berishga harakat qilaman. Do'stlar, biz hozir Pearl Build loyiha kompaniyasining ofisidamiz. Bu kompaniyaning rahbari Azamat aka bilan oldinlaramiz. Assalomu alaykum Azamat aka. Assalomu alaykum aka. Avvalambor xush kelibsiz aka. Salomat bo'ling, xushvaqt bo'ling. Loyiha tashkilotimiz to'g'risida endi informatsiya beradigan bo'lsam, loyiha tashkilotimiz 2017-yilda tashkil topgan Power Build Construction. Ungacha boshqa yana loyiha tashkilotlari yurganmiz. Yani hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining yuqori talablariga javob beradigan 4-kategoriyadagi loyiha tashkilotimiz
Bu hozirda jahon miqyosida o'zimiz O'zbekistondagi loyiha tashkilotlarini nufuzli nimasida oxirgi kategoriya 4-kategoriyadagi loyiha tashkiloti hisoblanadi. Bundan balani yo'q. Bundan balandi yo'q. Shu bilan birga yana aytmoqchimanki, 4-kategoriya loyiha tashkilotida o'ziga yarasha juda ham qattiq talablari bor. Unga har doimgi ish o'rni 50 ta 60 tadan kam bo'lmasligi, har doim ishlaydigan o'rni. Ko'rib turganingizdek, ofisimizda yuqori malakali mutaxassislar. Bu hozirda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan qo'yilgan shunaqa talab borki, 2025-yildan kompetensiyani oshirish markazi. Har bir xodimimizni shu kompetensiyani oshirish markazida, endi o'zimiz tilda aytganda malaka oshirish markazida o'qib turib, o'sha litsenziyamizga safqadat qiladigan xodimlarni qayta o'qityapmiz. O'sha sertifikatlarni qaytib olyapmiz. Ya'ni xulosa qilib aytganda, siz 4-kategoriyada munosib bo'lish uchun doimiy holatda o'zingizni xodimlar, ya'ni 50-60 atrofida xodimingiz bo'lishi shart. Bo'lishi shart. Chunki u talab bo'yicha bajarishimiz kerak. Chunki u bajarilmasa 4-kategoriya bo'yicha litsenziya talablari amalga oshirilmagan hisoblanadi. Bu 50 ta xodim qanaqa xodimlar? 50 ta xodim hammasi oliy ma'lumotli. Arxitektura va qurilish institutining mutaxassislari, stajlari 5 yildan kam bo'lmagan. Bizda hozirda 45 yil, 50 yildan beri ishlab yurgan mutaxassislarimiz mavjud. 45-50 yildan beri ishlab yuribsiz. Xo'p, eng yosh xodim 5 yillik tajribaga egadir. Eng yosh xodim 5 yillik tajribaga ega va ham elakdan o'tkazib olamiz. Chunki kategoriyaning talablari, yana aytaman, juda ham katta. Kategoriyaga birinchisidan talabga javob berish kerak mutaxassis. Zo'r. Qoyil qoldim. Endi qilgan ishlar haqida, qilgan ishlarimiz haqida o'zi bizni Power Build Construction ochgan birinchi paytlarimizda 5 ta xodim bilan ish boshlaganmiz. Ya'ni 2017-yilda. 2017-yilda o'sha paytda davlat obyektlari bilan ishni boshlab, hozirda ham davlat obyektlarini amalga oshiryapmiz. Davlat obyektlarini o'zingiz bilasiz, juda ham talab kuchli. Qurilish normalari, GOS normalari, Shenka, Sampin normalariga juda ham qattiq qaraladi. Hozirda ham shu normalar asosida biz har bir loyihamizni ignasidan ipigacha tortib o'tkazib, bizda shu har bitta mutaxassis qilganidan keyin o'zining norma kontroli bor. Norma kontrolidan ekspertiza jarayonigacha kirgancha yana tekshiruvdan o'tkaziladi obyektlar. Ichki tekshiruvimizdan ham o'tkaziladi. Shu ichki tekshiruvdan o'tkazilgandan keyin hozirda shaffof platformasi, shaffof ekspertiza tizimiga butun materiallarimizni tayyorlab, shaffof ekspertiza tizimidan o'tkazib, ijobiy ekspertiza xulosalarini olamiz. Lokatsiya va vaqt nuqtai nazaridan narx-navo o'ynashi, o'zgarishi bor. Ya'ni bir lokatsiyada aynan bir don lokal hududda narx o'zgarishi vaqtga ko'ra va qurilish jarayonlariga ko'ra juda ko'p marta o'zgaradi. Buni quyidagi misollar bilan ko'rsatish mumkin. Deylik, sotuvga ko'ra lokal holatda ikki xil yo'nalishda narx o'zgaradi. Bu sotuvni oshishi yoki sotuv jarayonida tez bo'lishiga qarab narx tezroq ko'tarilishi yoki nisbatan turg'unlikda turishi mumkin. Yoki bo'lmasa qurilishni o'zini borishiga qarab turib narx-navo o'sishi yoki turg'unligini kasb qilishi mumkin. Bu jihatga ko'ra sotuv qismini ko'rib chiqamiz. Sotuv deganimda, ya'ni kvadrat metrlarini narx-navo o'zgarishi qanday o'zgaradi? Birinchi, dastlab hali hujjatlari ham bo'lmagan joyda investor jalb qilayotgan quruvchi yoki sherik tortayotgan developer kvadrat metr narxlarini bozor va bor narxlarga nisbatan ancha arzonroq, deyarli tan narxi hisobida beradi va o'sha joyda ma'lum bir kvadrat metr sotiladi. Keyingi bosqich bor, hujjatlashtirish yoki hujjatlashtirishdan keyingi bosqichlar deb aytamiz. Ya'ni jaydari tilda aytganda, sovetdan o'tgandan keyingi bosqichdagi narx bor. Deylik, birinchi bosqichda har bir kvadrat metrning narxi o'rtacha $500 bo'lgan bo'lsa, undan keyingi bosqichda bu har bir kvadrat metr narxi $100 yoki $150-200 joyiga qarab qo'shiladi. Umuman loyihaga qarab, shu jarayonda ham investor yoki sheriklar tortilish jarayonida narx-navoni o'zgarishi yopiq tarzda davom etib boradi. Endi e'tibor berib eshiting, hozirgi kunda modaga kirib borayotgan, juda ko'pchiligiga ma'lum bo'lgan zapus sistemasi aslida yopiq savdolarda ko'pincha ishlagan edi. Yopiq savdolar nima? Hujjatlari bor, loyihalar tasdiqlangan joyni tor doira vakillari orasida nisbatan arzonroq sotish
imkoniyati yopiq savdolari nomlanardi va hozir shu kecha kunduzga kelib bu zapusk deb nomlanishni boshladi. Yopiq savdolar yoki zapusk jarayoni tugagandan keyin tabiiy evolyutsion jarayonida savdo bosqichlari borishni boshlaydi. Ya'ni savdo bo'limi ochiladi, qolgan kvartiralar sotib ish jarayoni yo'lga qo'yiladi. Va e'tibor bering, birinchi hujjatlarsiz bo'lgan davrdagi narx, undan keyin hujjatlar paydo bo'lgandan keyingi davrdagi narx va yopiq savdo davridagi narx va savdo jarayonlaridagi davrdagi 4-bosqich narx o'zgarishi bor. Va so'nggi bosqich bu yakuniy savdo bosqichlari. Bu joy so'nggi narxlarni belgilaydi. Ko'pincha boshidagi 3ta bosqichda sotib olgan investorlar oxirgi yakuniy bosqichga kelib uylarni sotadi va shundan daromad qilishadi. Va narxlar tushib ketyapti degan fikrlar, g'oyalar asosi ham xuddi shu yerda. Deylik, boshida sizga misol tariqasida aytdim, 1 kvadrat metrni $500 olgan investor aslida savdo bo'limi 1,5 ming yoki 1800 dollardan sotib turgan uyini har bir kvadrat metrini u foyda evaziga $1000 sotgan taqdirda ham uyni narxi tushib ketdi yoki turg'unlik kuzatilyapti degan shov-shuvlar ko'p ko'tariladi. Bu tabiiyda oldin sotib olgan odam kam sotardi, hozir sotuv ko'payganini hisobiga narx-navoni ochiqlangani hammaga umumiy bu biznes qanaqa yurayotganini ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni bu biznesdan siz ham ulush olishga hali vaqtingiz bor. Umumiy mana kichkina bo'lsin, katta bo'lsin, umumiy loyihalarning soni nechta bo'lgan amalga oshirilgan? Umumiy loyihalarning soni 10 mingdan ham oshiq. 10 mingdan ham oshiq. 10 mingdan ham oshiq. Mana hozir 2017-yildan 2025-yilga 8 yil ichida 10 mingdan oshiq loyiha qilib tashladinglar. Qilganmiz. Chunki aka mana bu turgan xodimlarni o'zini ish bilan ta'minlash o'zi ham bitta mas'uliyat. Loyiha tashkiloti bu qurilishni bundoq aytadigan bo'lsa, bu mozg hisoblanadi. Hamma narsa loyihadan boshlanadi. Qurilish davrida ham bizda mualliflik nazorati amalga oshirib boriladi. Mualliflik nazoratida ham qo'yiladigan xodimning o'zi sertifikatga ega bo'ladigan, o'sha talabni bajarib biladigan mualliflik nazoratini xodimni o'sha yerga biriktiramiz. Hozirgi paytda o'zida bizda 5 ga yaqin mutaxassis mualliflik nazoratini obyektlarning o'zida olib boradi. Aziz aka, qarang, mavzudan ozgina tashqari savol, shaxsiy qiziqishim bo'lganiga so'rayman. Shuncha mijoz qatdan topasizlar? Endi avvalo Allohning o'zidan. Qo'shin halol bo'lsa ko'chada bemalol kirib, yutib olib, obyektga xohlagancha bor. Undan keyin o'zimizni malakamizni oshirganimizdan keyin shunchalik qilganmizki, tanishlar, ko'rib turib, mana siz keldingiz, ertaga borib boshqasiga tavsiya qilasiz. Agar yaxshi narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha hamma bir-birini tortib kelaveradi. To'g'ri, Azamat aka, o'zi sizga telefon qilib tushish o'zi bir muammo, o'zlashishimiz ham oson bo'lmadi. Hozir menga yoqdi, hamma narsa zo'r. Keling, shuni bitta ofisingizni bitta ko'rib chiqsak bo'ladi, ruxsat bersangiz. Plan injeneri men bugun kasal bo'lib qolganda chiqmabdi. Pastga bitta srochni tushgan. Sizga agar ruxsat bersangiz, xodim beraman. Bemalol ishxonadagi mutaxassislarimiz bilan sizni bittadan tanishtirib chiqarib, yana o'zingizga ishonch hosil qilasiz. Shahzod bitta aylantirib, mutaxassislarni tanishtirib. Bizda dizaynerskiy отдел, hamma proyektlarimizni tashqi va ichki dizaynlari shu отделda qilinadi. Xormayli bola, assalomu alaykum. Binoni ko'rsatadiganlar. Hozir qaysi tadbirlarni qilasizlar? Sir bo'lmasa yo bu hali pishmagan, hali ovoza qilish kerak bo'lgan klientlarni omonat. Omonat gaplar. Pastda undan tashqari 10 ta 15 ta bolamiz o'tiribdi. Pastda degan podvalda ham joy bor. Podvalda ham joyimiz bor. Ular основной hammasi dizaynerskiy отдел, pastda o'tirishadi. Bu bizning smetniy отдел, binolarni расходlarini, qancha material ketadi, pulini hisoblab beradigan отдел. Bular bizda пожарный безопасность, elektrika, assalomu alaykum, xormayli. Bino energetika части bu ikkita отделimiz. Bu отдел bizda assalomu alaykum. Assalomu alaykum, konstruksiya отдел. Mana mana shu отделni maqtashyaptimi hozir? Eng mustahkam qilib beradigan shunaqa. Eng kaprizli ham. Binoning ko'rinishini bular qilishsa, bular mustahkamligiga javob berishadi. Eng ko'p pul yeydigan ham, eng ko'p ish qiladigan ham Xudo xohlasa bersin, xo'sh. Shular. Assalomu alaykum. Bular bizning arxitektorlarimiz. Arxitektorlarimiz. Ya'ni umumiy binoni joylashuvi, game plani. Xuddi shunaqa. Fasadkasini. Shunaqa. Quruvchilarimizning kvadrat metrini ko'paytirib beradigan xodimlar shular. Shunaqa. Bu yerda bizda game plan qilinadi. Loyihamizni umumiy game plan masalasi ishlanadi. Shunaqa. Game planlar asosan shu qilinadi. Asosan hech kimda ko'rmaydigan dizaynlar, sirli ideyalar, sirli ma'lumotlar hammasi podvalda. Bizda tepada
katta komplekslar, katta ishlar tepada qilinadi. Podvalimizda bo'lsa eng ko'p buyurtma kimdan tushadi? eng ko'p buyurtma uni u yoqdan Ana endi ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Sotuvga bog'liq bo'lmagan qurilishni o'zini ko'tarilib borish jarayoni bor. Ya'ni kotlovan bosqichida, qurilish jarayonida, birinchi, ikkinchi qavat qurilganida yoki qurilish bir qadar ko'tarilganda yoki yana qurilish tom yopilib bitish arafasida yoki romlari qo'yilib fasadi bitish arafasida yoki fasadlari bitib hujjatlashtirish jarayoni, go'spremga bo'lish jarayonidagi narx-navo o'zgarishlari bor. Bu yerda ham shunaqa shaklda bo'ladiki, mana ko'rib turibsiz, qurilishda kotlovan boshqarib pul to'lasangiz taxminan bunaqa narx va kutish muddati 24 oy, nisbatan keyinroq pul to'lasangiz bunaqa narx va 18 oy. Qurilish bitgani sari qabul qilish muddatingiz kamayadi, lekin har bir kvadrat metr uchun to'lovingiz ko'payib boradi. Siz o'zingiz ehtiyojingizga qarab turib tanlashingiz mumkin yoki qaror qabul qilasiz. Qaysi bosqichda qurilishga pul tiksam menga foydaliroq bo'ladi. Tabiiyki, avvalroq pul tikkan odam yutadi, lekin bu yerda vaqtdan yutqizish bor. Endi shu vaqtdan yutqizish nuqtai nazaridan siz uyni nima uchun olayotganligingizga qarab yoki nima uchun bu biznesga pul kiritayotganligingizga qarab vaziyat o'zgarishi sizni bu biznesda foyda olishingiz yoki rejalaringizni amalga oshishini ta'minlaydi yoki buni biroz orqaga surishi mumkin. Shukurga ham bilan oldidamiz. Hamkor rezidens loyihasini bosh pudratchisi va quruvchilari o'zlari hozir boshqa obyektlardagidan sotdik, vaqtlari shu yerda bo'ldi. Hozir birinchi o'zlari haqida va qurilish kompaniyasi o'zlarini shu paytgacha qilgan ishlari haqida biroz tanishtirib o'tiradi. Men 1983-yildan beri Glav Tashkent Stroyda qurilish sohasida quruvchi usta, ya'ni master bo'lib ishga kirganman. Shundan beri Toshkent viloyati va Toshkent shahrida juda ham ko'p obyektlar qurganmiz. Masalan, o'sha mulk qo'mitasini qurganmiz, konservatoriya binosida ishlaganmiz, Amir Temur muzeyida ishfaoliyat yuritganmiz. O'sha yerda ishlaganmiz. Toshkent shahridagi jiloy domlar, ya'ni turar joy binolarini qurganmiz, ko'p qavatli binolarni. Mana ko'rib turibsizlar, qariyb 3000 kvadrat metr joyda qurilish ishlari, qurilish material ishlari ketyapti. Hozir 3000 kvadrat metr. 3000 kvadrat metrlik, mana bu yoqda mana Turkiston evini bizada. Tushunarli. Shu yerda o'zida 300 taga yaqin quruvchilar ishlab turibdi. Injener texnik xodimlarimiz 50 taga yetadi. 50 ta ter sostav. 50 ta ter sostavimiz bor, tajribali quruvchilar. Hozir siz 83-yildan beri ishlayotgan bo'lsangiz, necha yil bo'ladi shunda? 42 yildan oshdi, qurilish ichida yuribmiz mana shu. Jamoani ichidagi o'sha ter sostavdagi jamoa qanaqa? Hamma sizga o'xshagan yosh kattalarmi yoki bo'lmasa yo'q, yoshlar ham bormi? Yoshlarni ham o'rgatyapmiz. Asosiy ishchilarimiz, ter sostavimiz, texnik xizmatchilarimiz. Umumiy hisobda nechta bino topshirgansiz shu paytda? Endi davlat binosi bo'lsin, jiloy bo'lsin, mehmonxona bo'lsin. Endi buni men hisobini qilmaganman, lekin juda ham ko'p. Taxminan mana yaqinda topshirganlarimiz bo'yicha aytadigan bo'lsak, mana Yunusobod 7-kvartalda Alfraganis institutini topshirdik. Alfraganis ham o'z qo'ygansiz. Mirzo Ulug'bek tumanida mana ko'p qavatli 12 etajlik Darxon Aveni degan o'shani topshirganmiz. Shuncha qurilishga 50 ta odam ekan, shuncha qurilishni topshirayotgan ekansiz. Bu texnikalar hammasi o'zingiznikimi? Albatta. Bizda hozir 15 dan oshiq og'ir texnikamiz bor. Bularning ichida mana ishlab turgan kranlarimiz, avtokran, samosual mashinalarimiz bor. Yer qazadigan mana gusenichli zanjirli traktorlarimiz bor. Bundan tashqari yengil texnikalarimiz bor. Yuk tashiydigan kichkina texnikalarimiz bor. Kotlovonni boshlaganimizda buni avval geologiyasini, yerni tarkibini o'rganib chiqishadi. Keyin bizga xulosa berishadi. Keyin o'sha geodeziya bo'yicha bizga oslarni, YX os degan narsalar bor, o'shalarni ko'chirma oslar deyiladi, o'shalarni bizlarga belgilab berishadi. Joylashish bo'yicha. Shu o'sha loyihalaringizni, ya'ni hamkor rezidens loyihasini xususan
Tavsiya qilgan bo'larmidingiz o'zingizni qarindosh urug'ingizga, nevarangizga, qizingizga, o'g'lingizga? Albatta tavsiya qilyapmiz ham. Mana xudo xolasa mana shu yerdan bizlarni o'zimizga tegishli qarindoshlar, jiyanlar olgan uylar. Bu yerdami yo hamkoringiz tavsiya? Bu yoqdan ham, bu yoqdan ham. Bo'lsa hamma joydan bo'lsin deganda. Qoyilsiz ekan. Mana yigitlarning qistovi bilan bizlar o'zimizda yana kezayotgan obyektimizga yetib keldik. Buni ko'rib turibsizlar, mana hozir obyekt topshirish arafasida turibmiz. Pardozlash ishlari mana shu tugallab bo'lindi. Necha etaj bu? Bu 12 etaj turar joy binolardan iborat. Bu binolarning hammasini egalariga topshirganmiz. Kadastr qilib o'zi sotib bo'lingan. Bu binoni ham noldan o'zingiz boshlab oxirigacha bitirasiz. Albatta noldan boshlaganman buni. Bu joyda asosiysi mana Nodir akamlar ekanlar. Nodir akamlar mana Nodir akamlar bu yerda ish boshqaruvchi shu yerda boshdan oxirigacha shu yerda bo'ldilar. Birga masalan men qurdik mana xudo xolasa. To'g'ri qarang mana uy qurib bo'ldingiz. Xudo xolasa mana odamlar ko'chib kelyapti. Bu odamlarni endi kichkina defektlar bo'lishi mumkin yoki yana bir holatlar bo'lishi mumkin. Qancha muddatga garantiya berasiz? Biz buni 1 yil nazoratga olamiz, to'liq. O'sha kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, ma'vodaki o'sha o'zimiz to'g'rilab beramiz. 1 yil bartaraf qilib turamiz. Hamkoringiz o'zida gaplashamiz. O'tda bizga armaturalari, betonlari, qurilish materiallari haqida o'zingiz yoritib chiroyli qilib berasiz, xudo xolasa. Albatta. Xo'p. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Sho'raga, xursand bo'ling. Nodir aka, salomat bo'ling. Xudo xohlasa sizga yaxshi ko'ring. Sog' bo'linglar. Xo'p. Bu ikkita holatni ko'rib chiqqanimizdan keyin sizni boyiga boshida aytganim vaqt omilini ko'rib chiqdik. Mana endi lokatsiya. Lokatsiya omili nima? Keling bir nuqtani Toshkentni markazida tasavvur qilamiz. Toshkent shahrining markazi atrofida yangi novostroykalar qurilishi u darajada hali ko'p emas. Ya'ni aslida joyni o'zi ham qolmadi, lekin bor novostroykalar ham juda qimmat. Bu joydan uy olishni sizga tavsiya qilaman, qilmayman deb aytmayman. Bu joydan oladigan o'zi ma'lum bir toifa vakillari bor. Toshkent markazidan olayotgan bu uylar juda ko'p holatlarda ijaraga berish uchun beriladi. Ya'ni shahar markazidan qancha markazga yaqin bo'lsa, ijarani qoplash imkoniyati yoki qimmatroq ijaraga berish va bo'sh qolmaslik holatlariga ko'ra ijaraga berish odamlarga shahar markazidan uy olish ko'proq tavsiya etiladi. Undan keyingi doiramiz bor, mana tasvirda ko'rib turganingizdek, bu doirada asosan o'rtadan yuqoriroq bo'lgan segmentlar yashash uchun oladigan odam. Bu joydan agar uy olsangiz, siz biznes qilmoqchi bo'lsangiz, tavsiya qilinadiki, siz uyni sotib oling va sotmoqchi bo'lgan mijozingizga mos ta'mirlab, undan keyin soting. Va shuni evazigagina yaxshi foyda ko'rasiz. Tasvirda ko'rib turgan 3-doiramizda bo'lsa, ommabop, xalqchil, hammaga mos keladigan, juda ko'pchilik xohlaydigan doiramiz shu. Bu joyda shunchaki uyni sotib olib, biroz remont qilib sotishi o'zi juda katta foyda olib keladi. Bu joyda arenda ham yaxshi yuradi, bu joyda remont qilib sotish ham yaxshi yuradi. Bu doirada shunchaki olib sotish ham yaxshi foyda keltirib turibdi shu kecha kunduzda. Chunki shaharni qancha kengayadigan qismidan uy olishga yoki investitsiya kiritishga harakat qilganingiz sari foydangiz oshib boraveradi. Keyingi so'nggi doiramiz bor. Bu shaharning nisbatan chekkaroq hududlari va Toshkent atroflari deylik. Bu joylarda ham juda yaxshi ko'rsatishlar hozir kuzatilyapti. Bu doirada tavsiya qanaqa? Sotib oldingizmi, biroz kuting. Va shu kutilgan vaqt sizga katta foyda olib keladi. Endi mana shu hozir tasvirda ko'rib turgan holatingiz ham to'rga bo'linadi. Bu to'rga bo'linish nimada? E'tibor berib turing. Turg'unli kuzatilayotgan zonalar mavjud va o'sish kuzatilayotgan zonalar mavjud. Tez o'sish kutilayotgan zonalar mavjud va o'sish muddati biroz uzoqroqda deb belgilangan yoki prognozlanayotgan zonalar mavjud. Sizlarni miyanglarni chalg'itib tashladimi? Xuddi shu narsaga mana e'tibor berib turing, Toshkent xaritasini qo'yib beramiz. Mana shu joyga diqqatli bo'ling. Mana shundan qancha xohlasangiz foydalanishingiz mumkin. Bu chuqur tahlillar asosida, ko'p ma'lumotlar asosida to'plangan ma'lumotlarimiz. Xo'p, mana endi sizga loyihada boshidan takrorlab kelayotganimiz hamkor rezidens loyihasi o'siz kuzatilayotgan zonaning 3-eng yaxshi nuqtasida joylashgan loyiha. Loyihamiz Abu Saxiy Centerning ro'parasi Bekbaraka bozori qatorida joylashgan. Aka endi bir qiziq joyi bor. Biza xabaringiz bor. Hamkor rezidens loyihasini yorituvchi sifatida keldik. Sizni ishingizga qiziqib ketib qoldik. Loyiha o'zi haqida fikringiz qanaqa? Hamkor rezidensni o'zi qiziq boshlangan boshida. Faxrinagan bilan birgalikda birinchi joyni o'rganganimizda Faxrinaga bu yoqda shunaqa hali bir agromniy bir narsa tushadiki, siz tasavvuringizga kelmayapti bu. Masalan, men hozir o'sha keyin planni ochib qarab turdim. O'zim xohlaganimda, o'zim plan qilganimda nimani ko'rganman? Yo'q, birinchi borganimda
uchib keladi samolyotga посадка. Ha. Ko'rganimda shu trapeziyadan shunday qarab turganimda shu uchib keladigan samolyotni ko'rgan. O'sha yerga shunda tushirganmiz. Ha. Bag'irnagan bilan asosiysi umrlari uzoq bo'lsin, juda ham oliyjanob inson. Binoyimiz bizada ko'rgan bo'lsangiz, bu 4-kategoriyadagi bino, 16 qavatli bino bo'lgani uchun 9 ballga rasyotka olib qilingan. O'zbekiston talabida 4-kategoriyaning hamma obyektlarida binolar uchun spesitexnik условия S2 degan narsa ishlab chiqiladi. Spesitexnik. Bu talab bo'lmasa ekspertiza jarayonidan yoki yuqori boshqa tashkilotlar bizga ruxsat bermaydi. Bu loyihani amalga oshirish. Bu obyektimiz S2 qilingan. Qo'shimchasiga prezidentimizning topshiriqlari bilan binolarning zilzila bardoshligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Seysmologiya institutidan ijobiy xulosalar olingan. U yerda o'zi rashyot qilingan, modellar ko'rsatilgan. O'sha modellardan keyin binomizni S2 zilzila bardoshligi bo'yicha ijobiy xulosalargacha olganmiz. Bino zo'r. Eng yaxshi joyini Faxrinaga o'zlariga olibdilar. O'zim endi xabaringiz bor. 16-qavatini. O'sha 3tadan pastida men o'zim 15-qavat. O'shunga oldim, o'shunga olib keldim. 15 siz olibsiz. 14 yana bitta sherik olibsiz. 13 kimdir talashib olib qo'ydi. Hozir o'ta qolmadimi shunda? Endi to'g'risi qolmadi. O'zim bizga o'z aytdim-ku, men birinchi borganimda o'zimga yoqqan narsasi bu binomizni shu yo'l tarafdan shu masalan Toshkent halqa yo'li bilan kelganingizda binoni qaddi ertaga ko'tarilganda yoki masalan videoroliklarda ham ko'rasiz, bino xuddi halqa yo'liga quchoq ochib kutib turganda qarab turibdi-da. Mana shunaqa uchli bo'lib qarab turibdi. Ertaga uni 16-qavat, 15-qavatga o'sha yerga chiqib bitta kofeni ichib yo'lga qarab tursiz ham, tepadagi havoni o'zi bizada. Butun Toshkent kaftdek ko'rgan. Bu obyektingizni boshqa qurilish obyektlaridan nima farqi bor? Nima afzallik taraflari bor? Afzallik taraflari shundaki, birinchi galda menda loyihachi tashkilotim juda ham yaxshi. O'zini ishini ustasi yig'ilgan ular komandada. Qurilish tashkiloti, ular ham o'zini ishini ustasi, professionallar yig'ilgan. Bet seysmologiya bo'yicha 9 ballga mo'ljallangan qurilish bo'lyapti-da betda hozir. 9 ball. Demak 9 balli yer qimlashiga dosh bera oladi. Dosh beradigan. Mana hozir bitta oddiy misol, o'zimni loyihachilarimdan konstruktor Dilmurod degan yigit bor. Juda o'tkir bola, o'zini ishini ustasi. O'shanga aytdim. Masalan 9 ball mabodo Xudoning o'zi saqlasin bu narsadan. 9 ball bo'lib qoladigan bo'lsa, meni imoratimga nima bo'ladi deganimda 9 ball bo'ladigan bo'lsa 5 santimetrdan 11 santimetrgacha cho'kish ehtimoli bor obyektingizda. Boshqa hech narsa bo'lmaydi desam, yo'q. Aynan sizga savol shunday iboratki, nega aynan shu Abu Saxiyning oldida joylashayotgan qurilish loyihasi bo'yicha juda ham ko'p talablar bo'lyapti. Bunga nima deb o'ylaysiz? U yerda bozorlarning markazida joylashganda bizning obyekt. U yerda Bekto'pi bozori bor, Abu Saxiy, Bekbaraka, Chinni bozor, Beshqo'rg'on bozorlarning markazi. Tadbirkorlar uchun rosa qulay. Masalan, Toshkentning nari burchagidan kelayotgan yoki boshqa viloyatlardan qatnayotgan odamlar uchun juda ham qulay. Aynan tadbirkorlar bob loyiha bo'lgan. Hozirgi kunda sarmoya kiritgan investorlar kelajakda 30-40% gacha daromadga ega bo'lishlari mumkin. Bu qanaqa ishlaydi? Loyihamiz Abu Saxiy Center ro'parasida joylashgan Hamkor Residence loyihasi. Bu loyiha yo'lning yuzida joylashgan klubni dom 1-qavatdan 4-qavatgacha tijoriy maydonlariga ega 16 qavatli bino. 5-qavatdan boshlab xonadonlar boshlanadi. Loyiha haqida gapirganda, uni joylashuviga, ya'ni boyagi lokatsiya joyiga e'tibor qaratish muhim. Lokatsiyasi Abu Saxiy Center ro'parasi Hamkor Residence loyihasi Bekbaraka bozorini qatorida yo'lning yuzida joylashgan. Atrofida 5 ta Toshkentning eng katta bozorlari joylashgan loyiha yo'lning yuzida va bozorlarga eng yaqinligi yuzasidan qimmatliligi o'zini o'zi aytib turibdi. Yo'lning yuzida joylashgan bu binoyimiz atrofida 10 ta bozor bor. Infratuzilmasi 5 ta maktab, 4 ta bog'cha, shifoxona, xizmat ko'rsatish shoxobchalari, maishiy binolar, mehmonxonalar, sport komplekslari, ya'ni xalq uchun, siz uchun kerak bo'lgan hamma infratuzilma mavjud. Abu Saxiy Center va ipodrom haqida gapirganda transport haqida gapirish hojati yo'q. Boya tasavvur qiling deb
chizmasini berganimiz Toshkent markaziy nuqtasi bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining markaziy nuqtasi bu Abu Saxiy Center'ni o'zi bo'lib qoldi. Chunki hozirgi kunda 12 ta viloyatdan va juda ko'p tumanlardan shu bozorga kelib, shu bozor orqali tirikchilikni o'tkazayotgan odamlar va tadbirkorlarimiz soni ko'p. Va bu son o'sishdan to'xtayotgani yo'q. Bozor bor joyda odam ko'p bo'ladi, odam ko'p bo'lgan joyda doimiy rivojlanish va o'sish ham ko'payib boraveradi. Hozir biz House Mall kompaniyasining ofisida o'tiribmiz. Men yonimda Jo'rabek ekan, bu joyni shu kompaniyaning asoschisi va rahbari. Ko'pchilikga ma'lum shu kungacha House Mall qanaqa ishlar qilgani, nechta odamni mushkulini oson qilgani haqida, lekin bu o'rinda o'zlaridan eshitish ko'proq xohlardim. Jo'rabek bir qator o'z haqingizda. Biza 2020-yil faoliyatimizni boshlagan bo'lsak, mana 5 yil mobaynida qariyb 10 mingta odamga aynan uy-joy xarid qilish bo'yicha maslahatlar berdik. Mingdan oshiq insonlarni o'sha to'g'ri tanlov qilishlariga, ya'ni aldanib qolmasliklariga, o'sha pullari kuyib qolmasliklari uchun qo'limizdan kelgancha harakat qildik va buni qanchadir ma'noda uddaladik deb o'ylayman, chunki hujjatlarning ahamiyatga ega ekanligini olib chiqqanimizda boshida buni hech kim eshitmadi. Lekin hozirga kelib bu narsa davlat tomonidan juda qattiq nazoratga olindi va joriy qilindi. Azizlar, oldin qurilish kompaniyasini o'rganish uchun biza birinchi filtrda hujjat deb osildik. Chunki hujjatini to'g'ri qilmaganni uni ichiga kirib qurilish kompaniyasini o'rganishga hojat yo'q. O'sha uchun biza faqat hujjatlarni tekshirib, hujjatlari mavjud bo'lgan qurilish kompaniyadangina xarid qiling degan shior bilan chiqqanmiz. Ana endi hujjatlarni joriy qilish davlat miqyosida nazoratga olingandan keyin ko'pchilik hujjatlari mavjud bo'lyapti. Hujjatlarni to'la-to'kis qilib turib ham muammolarga duchor bo'layotgan qurilish kompaniyalari kundan kunga har oy mana ijtimoiy tarmoqlarda chiqyapti. Shunaqa qurilish kompaniyalari mavjud bo'lyapti. 2020-yil qo'pol qilib aytganda qurilish boshlagan, hujjatlar 100% to'liq bo'lgan, lekin haligacha savdo ofisida prodaja bo'lyapti. Vaholanki 5 yildan beri qurilish hali yakunlanmagan. Hali asqar joylar bordi. Deyarli 50% hali turibdi. Bu hali qanchada tugatadi? Ya hozir shugacha kunduzda hali ham bor shunaqa joylar. Bor. Mavjudligi uchun bizga murojaat kelyapti, borib o'rganayotganimiz uchun aytyapmiz. Keling, umumiy bozor ahvoli qanaqa hozir? Tendensiyasi va kecha qanaqa edi, bugun qanaqa? Men sizga sifrada sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, hozirgi kunda qo'pol qilib aytganda 5 millionta xonadonga respublika bo'yicha talab bo'lsa, biz yiliga harakat qilsak 500 mingta xonadon quramiz. Siz tasavvur qiling, respublika bo'yicha. Men o'rtacha hisobda aytyapman. Endi buni 10 yilda siz qoplasangiz, 10 yilda yangi qancha ehtiyoj paydo bo'ladi? Bundan ko'p bo'ladi. Escrow tizimi joriy etiladigan bo'lsa, xalqdan olib pul qurayotgan, ya'ni dom qurayotgan quruvchilar o'yindan chiqishga majbur bo'ladi. O'zini puli bor quruvchilar bo'ladi. Ya'ni bitta domni 5 million bo'lsa, sebisto'ymasi xalqning puliga qurgani uchun buni 7 millionga sotayotgan bo'lsa, endi o'zi 5 million yonidan tikib sotadigan bo'lsa, buni 10 millionga sotmasa bunga qoplamaydi. Chunki 2 yillik inflyatsiya bilan pulni o'zini narxi 2 yildan keyin 8 million bo'ladi. Bu foydasi bilan 10 million dollarga sotish kerak. Ya'ni tikilayotgan kapitalni o'zi narxi oshib ketib qoladi. O'zi narxi oshib ketib qoladi. O'shani hisobiga narxlar oshish tendensiyasi kuzatiladi. Quruvchilar bilan bir muammoingiz bormi? Ha, quruvchilar bilan menda muammo yo'q. Bizlar tanlagan yo'limizda, ya'ni biz shu paytgacha faqat ishonchli qurilish kompaniyalarini tavsiya qilish uchun hujjatlarni tekshirganmiz. O'sha uchun ayrim holatlarda ularda noto'g'ri fikr tug'ilgan bo'lishi mumkin. Men bunaqa savol berganim uchun uzr so'rayman, lekin mana 2020-yildan beri tashkil topgan House Mall tinmay ishlayapti-da, lekin shu paytgacha House Mall nomidan tavsiya qilingan qurilish kompaniyasi bor yo'g'i bir dona Hamkor Residence. Mana shunga ozgina oydinlik kiritib va nima uchunligini izohlab ketsangiz xursand bo'laman. Bo'ldi, qarang, bunga bizlar shu paytgacha mana 2025-yil yanvar oyigacha, 2024 dekabrgacha faqat hujjat tekshirish bilan shug'ullandik. Ya'ni biz bironta qurilish kompaniyasini tavsiya qilmadik. Yoritmadik, reklama qilmadik. Nima uchun? Biz faqat oldin xalqning huquqiy savodxonligini oshirish, bizga yordam berishni oldimizga maqsad qo'yganmiz. Va o'sha yo'lda 3-4 yil davom etdik. Ya'ni ularga konsalting xizmati ko'rsatish bilan. Mana hujjatlar joriy qilindi davlat tomonidan. Endi
quruvchilarning ishonchligini nafaqat hujjati o'zini 100% o'rganib, bu qurilish kompaniyasi aynan ushbu obyektga aytaylik 10 million dollarga beraman deb yer olyapti va u bilan shartnoma qilyapti-da, ofis продажani quryapti, aytaylik hujjatlarni ham qilyapti-da, savdoni ochyapti. Tushum bo'lyapti, qurilishga tikmasdan yerni pulini beryapti. Mana muammo qayerda? Bu yerni pulni berib, ana undan keyin qurilish boshlashni rejalashtirgan yoki parallel qilishni rejalashtirgan. Da, bunaqa vaziyat 2020-yilgacha bo'lgan. Ehtiyojni qoplash uchun quruvchini yeri o'ziniki bo'lishi kerak. Qo'pol qilib aytganda, 1 so'm pul ham qurilishga deb tushgan pul tashqariga chiqishi kerak emas. Faqat qurilishga tiksagina o'shanda chiqara oladi. Hozirgi vaziyatda o'sha o'zi botib qolib, ularga ishongan o'sha iste'molchilarni ham jallikka qulatayotgan quruvchilarimiz qo'shtirnoq ichidagi aynan shu toifadagi quruvchilar. Ana endi hamkorga keladigan bo'lsak, bizlar shu paytgacha hujjat tekshirgan bo'lsak, endi quruvchilarni o'rganib tavsiya qilishni boshladik va o'rganganlarimiz ichida birinchi marta shu hamkorniki bizni filtrimizga to'g'ri keldi. Bu nimani anglatadi? Qurilish kompaniyasi iste'molchilardan pul kelmagan taqdirda ham bu 100% o'zi qurib tugatishni oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ya'ni imkoniyat darajasi yetarli. Bu yerda to'xtab qolish ehtimolini biz ko'rmadik. Va keyin o'sha yerda gazdan ro'yxatdan o'tkazilganlik hujjatlarning 100% to'liqligi va o'sha gaz mutaxassislari bilan suhbatlashishimiz va talab me'yorlaridan kerak bo'lsa ortiqcha qilib bajarayotganligi bu taqsimga sazovor. Va albatta quruvchining oldingi obyektlarini ham o'rgandik va bizning o'sha kriteriyalarımizga to'g'ri kelgani uchun biz ishonganimiz uchun tavsiya qildik. Bemalol hamkor rezidensdan qo'rqmasdan uy olsangizlar bo'ladi. Sababi boya yuqorida aytganimizdek 100% hujjatlari ham joyida va o'zi belgilangan reglamentdan ancha oldida ketyapti. Aynan mana hozir hamkorda men ko'rayotganim, men tavsiya qilganim shu narsaki, misol uchun oddiy misol qilib oladigan bo'lsak, 2 xonali uy misolida shaharda 2 xonali uy arendasi qancha? Endi joyiga qarab 400-500 dan 600-700 gachadir. Lekin Abu Saxiyni oldida menimcha 1000 dollardan kamiga bo'lmaydi degan ubеждение bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, chunki nima uchun biza men o'rganganimizda o'sha yerda bir ikkita suhbatda ham bir kuniga 250 ming, 300 ming so'm to'lab shu yerda gastnitsalarda turilgan. Hozir o'sha gastnitsalar ham buzilib ketganda. Nima demoqchiman? Bu yerda 2 xonali uyda 4 ta tadbirkor kelishib olib qo'ygan taqdirda ham kelib shu yerda yashab ketishini o'zi har bittasiga 1000 dollar o'rtacha ekonom qilib beradi. Bu narsani senit qiladigan o'zini qatlami bor-da. Abu Saxiy bilan bog'liq bo'lgan yoki faqat investitsiya uchun olmoqchi bo'lgan insonlarga zo'r shans bu. Rahmat. Salomat bo'linglar. Vaqt ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Sizlarning ham ishlaringizga muvaffaqiyat. Housmall ofisi Bodomzorda do'stlar. O'zlari Jo'rabek Mataqov Instagram profillarini qoldirib qo'yamiz. Savollar bo'lsa yoki o'zingizga qiziq bir joyi bo'lsa, bularga murojaat qilsanglar bemalol bo'ladi. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz hali davom etamiz. Rasmiy qismini tugatdik. Mana endi e'tibor qilib eshitishinglar mumkin. Endi loyihamiz ekskluzivligi nimada? Loyihamizning zamonaviyligi uyimizga kiraverishni oldi qismida joylashganligida. Ya'ni ko'p binolarga o'xshab uyni aylanib o'tish shart emas. Bizani uyimizga to'g'ridan-to'g'ri Ruslar aytganda paradniy xoddan kirib kelgandek, bosh eshikdan kirib kelasiz. Uyimizga kiraverish oldidan kirganingizda ichkarida bitta zina, ikkita lift o'rni bor. Boya ta'kidlaganimdek, ikkita liftimiz, bittasi 630 kiloli, bittasi 1 tonnali. 1 tonnali liftimizga katalka bemalol sig'adi. Ha, aytgancha, liftimizni bergan odam chaqira olmaydi. Eshikdan kirishni aslida iloji yo'q, lekin eshik ochiq qolgan taqdirda, bosh eshikdan kirishni iloji yo'q. Eshik ochiq qolgan taqdirda kimdir kirsa ham, liftni knopkasini bosgani bilan kelmaydi lift. Liftni ham chaqirish uchun alohida kartochka bilan chaqirasiz. Bunker deb reklama qilingani, bu uyning ekskluzivligi, himoya tizimi haqida ozgina kutib turing, hozir aytib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli Hamkor Rezidens turar joy majmuasining hurmatli mijozlari, aziz obunachilarimiz hamda kuzatuvchilarimiz. Ismim Jo'lon, Hamkor Rezidens turar joy majmuasida mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha bosh mutaxassis bo'lib ishlaymiz. Demak, ayni paytda sizga qurilishimiz haqida va bino haqida umumiy ma'lumotlarni berib boramiz. Xudo xolasa qiziq bo'ladigan umiddamiz.
Uylarimizning umumiy bloklarining soni 4 ta blokdan iborat bo'ladi hamda 238 ta xonadon tushyapti. 238 ta xonadondan shu kecha kunduzgacha 3 dan 2 qismini sotib bo'lganmiz. Ayni paytda taxminan 80 taga yaqin uylarimizda qolgan, xususan 1 xonali, 2 xonali hamda 3 xonali uylarimiz hozir sotuvda mavjud. Xo'p, demak, hurmatli kuzatuvchilarimiz, qurilishimiz haqida qisqacha prezentatsiya berib o'tamiz. Ayni paytda siz bilan men taxminan mana bu ikkita mashinani o'rnida qurilayotgan binoyimizning old tarafida o'tiribmiz. Bu ikkita yo'limizda hozir asosiy betonkamizni yo'li juda ko'pchilik insonlar bilishadi bu yo'lni. Bu ikkinchi darajali yo'limiz, ya'ni yonimizdagi karmashka yo'l hisoblanadi. Eshonguzardan boshlanib keladi. Bu yerda hozir eski liniyada binolar tushgan, ya'ni do'kon, mebelchilar, gilamchilar va shunga o'xshash savdogarlarning liniyasi tushgan. Binoyimiz bitishiga ozgina vaqt qolganda, binoyimizning oldidagi hamma eski binolarni buzib olib tashlab, o'rniga 188 ta o'ringa ega bo'lgan bepul faqat mijozlarimiz uchun, ya'ni shu yerda istiqomat qiluvchi mijozlarimiz uchun xizmat qiladigan bepul avtoturargohni joriy qilamiz. Uyimizning oldi, ana undan keyin yashil hudud, ya'ni zelen zona deb aytiladi. Ana undan keyin uyga kirib boramiz. E'tibor qaratasizlar, uyimizga kirish qismi old tarafdan bo'ladi. Demak, bu blokimiz, ya'ni birinchi blokimiz A blok hisoblanadi. Ikkinchi blokimiz bu hozir B blok hisoblanadi. Uchinchi blokimiz C blok hamda to'rtinchi blokimiz D blok. A blokka kirish qismi, tasavvur qiling, mana bu yerdan hozir Bektepa bozordan kelganingizda kelib bu yerga mashinangizni qo'yadigan bo'lsangiz ham, agar aytaylik siz A blokdan yo'ladigan bo'lsangiz, uyi yonbosh tarafiga o'tib kelib, demak, birinchi lobbidan uyingizga kirish qismi, ya'ni podyezd qismiga kirib ketsangiz bo'ladi. Aytaylik siz B blokdan yo'ladigan bo'lsangiz, shunda to'g'ridan to'g'ri kelib, uyga old tarafdan kirib borasiz. C blokdan xuddi shunaqa old tarafdan va shunga o'xshash D blokdan to'g'ridan to'g'ri old tarafdan uyga kirish qismi hisoblanadi. Bunaqa qurilishlar o'zi odatda Turkiyada, Birlashgan Arab Amirligi, Saudiya Arabistoni kabi chet el mamlakatlari juda ham bu hozirgi paytda trend hisoblanadi. Ya'ni bu narsa sizga kam vaqtni sarflab tezroq uyga yetib borish imkoniyatini ta'minlab beradi. Endi bu hozir siz bilan men o'tirgan joyimizning orqa tarafida, ya'ni binoning old tarafini umumiy ko'rinishlari. Keyingi ko'rinishimiz bu binoyimizning hozir hovli tarafdan ko'rinishi hisoblanadi. Yo'limizning u yoq tarafida mana bu yerda hozir Abu Saki Center, juda ham ko'pchilik bozorchilar bilishadi bu yerni. Abu Saki Center joylashgan. Uyimizning bosh tarafi, asosiy tarafimiz hozir Abu Saki Centerga qaragan. Geobraskamizning bosh tarafi bo'ladigan bo'lsa, bu yoq taraf hozir nima tarafga, ya'ni Bekbaraka bozor tarafga qaragan bo'ladi. Binoyimizning ichki tarafi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hovli tarafida Gabraskan ichki tarafi hovli tarafga qaragan bo'ladi. E'tibor qaratasizlar, bu yerda hozir Y blokimizga tushadi, tarbiya sentri davomi hisoblanadi. 4-etaj tomiga faqat shu yerdan xonadon xarid qilgan mijozlar uchun xizmat qiluvchi eksklyuziv bo'lana maydonchasini qurib beriladi. Eksklyuziv deyilishiga asosiy sabab bu yerda qurilayotgan qurilishimizni mana hozir bu haqida ma'lumot ham bildinglar. Betonkani yo'li, ya'ni oilali odamlar kelishni inobatga olgan holatda farzandi borlar, bolalar maydonchasida o'ynab yurgan paytda, aytaylik, agar bolalar maydonchasini ko'chaga quradigan bo'lsak, bola bilib bilmasdan ko'chaga yugurib chiqib ketish ehtimoli bor. Hech kim bu narsani kafolatlamagan, yugurib chiqib ketmaydi degan kafolat yo'q. Shuni o'ylaganmiz, ya'ni eksklyuziv deyishimizning asosiy birinchi sababi farzandlaringiz xavfsiz bo'lgan bolalarning maydonchasida o'zingizni nazoratingiz ostida farzandlaringiz shu yerda o'ynab yurishadi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, tarbiya sentriga kelayotgan, aytaylik, biror bir narsani xarid qilayotgan odamlar bo'ladimi, mijozlar bo'ladimi, umuman sizga nisbatan begona bo'lgan shaxslar tarbiya bolaning maydonchasiga chiqishga imkoniyati bo'lmaydi. Ya'ni bu bolaning maydonchasi aynan shu yerdan xonadon xarid qilgan mijozlar uchungina xizmat qiladi. Shu ikki sababga ko'ra biz eksklyuziv bolaning maydonchasini sizlar, ya'ni hurmatli mijozlar uchun ta'minlab tashkillashtirib beramiz. Loyihaning eng ajoyib bir qismi bor, bolalar maydonchasi. 4-qavatli tomida 5-qavatda joylashgan. Mana biz hozir 4-qavatda ustida turibmiz. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana shu yerda, mana shu yerda. 4 qavatli zdaning ustki tarafida bolalar o'yingohi joylashadi. Bolalar o'yingohi. Bu juda ham katta, ko'rib turgan bo'lsanglar. Joyimiz juda ham katta. Turgan joyi o'rnida. Ha, mana shu kran turgan joy, mana apalak turgan joylar hammasi 4 qavatdan keyin bolalar o'yingohi bo'ladi, tepada. Bu bolalar haligi ko'chaga chiqib ketdi, bu yerda transport qatnovi ko'p deb hech qanaqa xavotirlanish keragi yo'q. Hammaga yetarli. Bu katta o'rin qoldirilgan.
qurilish konstruksiyamiz bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilarimiz, quyma monolit, ya'ni har bitta etajlari, poli, potoloki, kolonnalari, tashqi devorlari deb aytiladi. Ya'ni bu qurilish tilida diafragma deb aytiladi. Regel devorlar bo'ladi. To'laqonli o'zimiz betondan quyib chiqyapmiz va bundan tashqari tashqi devorlarimiz 40 santimetrlik gazoblokdan bo'linadi. Ichki devorlarimiz 20 santimetrlik gazoblokdan bo'linadi va ikkita qo'shini orasidagi devorlar 30 santimetr demak qanlikdagi gazoblokdan iborat bo'ladi. Do'stlar, mana va'da qilinganidek, hozir Hamkor Rezidence loyihasini qurish jarayonidamiz. Cho'g'ada egamlar bizga hozir bu joyni ko'rsatib beradilar. Cho'g'adagi hozir turgan joyimiz mana buni oti nima? Podushka deymizmi? Bu fundament, mana asosiy bu binoni ko'tarib turadigan fundament. Buni qalinligi 1.80 m dan iborat. Arma karkas bilan to'qilgan 400 barkali beton olingan. Keyin mana boshlangan o'sha podval qismimiz. Bu ham 2 etajdan iborat. Demak, umumiy bizlarning maydonimiz 82 sotikda joylashgan. Shundan 30 sotig'i noturar joy bino joylashgan. Qolgan 50 sotig'i demak mana shu ko'lamzorlashtirish, shunaqa daraxt ekiladi, shunaqa manzarali joy bo'ladi. Mana qora izolyatsiyani shu binoni yerga tegib turadigan qismi, ya'ni bu fundament qismi gidroizolyatsiya deymiz. Betonga suv prosachivsiya qilmasligi uchun, o'tib ketmasligi uchun. Shuning uchun mana 0 qismigacha kelib, hozir podushkani xuddi shunaqa o'rnatirib chiqqansiz. Hamma joyda, o'sha yer bilan tekkan joyi, tuproq bilan prikasasiya qiladigan joylari mana shunaqa gidroizolyatsiya qilinadi. Tushunarli. Hop, tepa qismi mana endi hozir mana monolit qismini boshlagan bolalar. Apalkimizni joylashtirishyapti. Apalkidan keyin bunga arma karkas to'qiladi. Ustidan arma karkas to'qiladi. Mana regellarimiz to'qiladi. Keyin bitta bir momentda hammasi birga olinadi. Uzilish bo'lmaydi bu yerda. Ya'ni demak beton bitta kelganda hammasi birdaniga quyiladi. Bir qo'yilishda qo'yilish kerak. Betonni uzib qo'ymasligimiz kerak-da. Shuning uchun bir qo'yilishda qo'yiladi mana shu. Hozir mana yigitlar, bolalar yurgan joy, ustalarimiz yurgan joy birinchi qavatda poli. Poli hisoblanadi. Birinchi qavatda poli hisoblanadi. Bu nolvoy отметка deymiz va pasti minus bo'ladigan bo'lsa, demak 0 bu. Bundan keyin o'zi yana 16 ta etajimiz bor. O'shandan hozir aytganimdek 4 qavatli noturar joy, keyin turar joy binolari bo'ladi. Keng ko'rinishimiz bu hozir Bekbaraka bozor tarafdan kelgan paytimizda binoni burchak qismi, ya'ni A blok bilan B blokka tutashgan qismiga to'xtalib o'tamiz. Mana bu hozir siz bilan men ko'rib turgan qismimiz bu hozir A blok, ya'ni birinchi blokimizning kirish qismi. Bu yoq tarafimizda bo'lsa ikkinchi blok, ya'ni B blokimizning kirish qismi hisoblanadi. Keyingi rakursdan ko'rinishlarimiz bu hozir торговый sentrga, ya'ni do'konlar, savdo majmualari, magazinligi va u yerda bo'lishi mumkin, maishiy xizmat ko'rsatish ham bo'lishi mumkin, alohida ekanliklari ko'rsatilib o'tilyapti. Ya'ni bundan xulosa qiladigan bo'lsak, xonadon egalarining pod'ezd qismi alohida bo'ladi, hamda торговый sentrga keluvchilarning kirish qismi alohida bo'ladi. Yana ham oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, торговый sentrga kelayotgan mijozlar, deylik, xonadon egalarining pod'ezd qismidan foydalanmaydi. Sababi торговый sentr kirgandan keyin u yo'ni o'zini zinasi, lifti va hattoki eskalatorgacha alohida tashkillashtirib beramiz. Xonadon egalarining pod'ezd qismida bo'lsa, ikki xil turdagi liftligisi bo'ladi, ya'ni biri passajirskiy lift, ikkinchisi yuk tashuvchi gruzoviy liftlari bo'ladi va undan tashqari zinalarimiz ham bo'ladi. Ya'ni oddiyroq qilib tushuntirgan bo'lsak, boya aytib o'tganimizdek, торговый sentrga kelayotgan mijozlar xonadon egalarining pod'ezd qismiga foydalanmaydi va ikkita segment egalariga bir-biriga hech qanaqasiga xalaqit berib qo'ymaydi. Tepada yuqori qavatda yashovchilar uchun alohida xod kirish qilingan. Mana bu торговый развлекательный kompleksdagi uchun alohida. Mana bu qilingan xodimiz, kirish qismimiz. Bu tepada yashovchilar uchun. Mana shu zina. Shu 16-qavatgacha olib chiqib ketiladi. 16-qavatgacha. Hammasi normada, mana 1.20 zinani eni, pojarniy shlankka mo'ljallangan, zazor qoldirilgan.
protivopожарga lozim qoldirilgan. Mana nima liftda joyimi? Yo'q, bu targoviy kompleks uchun, targoviy kompleksimiz, targoviy rezident birinchi qavatdan 4-qavatgacha bu liftimiz. Bu lift boshqa mana shu lift. yerda to'xtaydi. Zina ham mana shu yerda to'xtaydi. Biz hozir 4-qavatdamiz. Zina ham mana shu yerda to'xtaydi. U yog'i yashash uchun turargoh. U yog'iga hech qanaqa ta'siri yo'q. Bu kirishi alohida, magazin, do'kon, bank bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, uncha alohida, yashovchilar uchun kirish alohida. Assalomu alaykum, meni ismim Lola, Hamkor Residence turar joy majmuasini sotuv bo'lim menejeri bo'lib ishlayman. Obyektimizning atrofida 7 ta bozor bor. Chindi bozor, Bekbaraka, Abu Saxiy, Do'stlik, Ipodrom, Bekto'ppi va O'rizor bozorlari. Obyekt o'zi asosan bozorchilik uchun qurilyapti. Kelayotgan mijozlarning o'zi ham asosan bozorchi, ya'ni tadbirkor biznesmenlar, investorlar. Ko'rib turibsizlar, shunday old tarafimiz Abu Saxiy Center, yo'lning narigi tarafi. Abu Saxiy Center. Bu yog'imiz mana olishingiz mumkin masjid. Bu yoq tarafimiz Bekbaraka. Uni u yog'i Chindi bozor. Bundan tashqari u yoq bu yoqqa o'tish uchun mana shu yerdan подземный переход qilingan. Подземный переход yo'li u yoqqa, bu yoqqa o'tish. Lokatsiya joyimiz normalniy joyda joylashgan. Endi shaharda yaxshi joy yashash uchun desa ham bo'ladi. Sababi transport qatnovi juda ham ko'p. Bozordan nariyoqqa o'tgandan keyin, ikki avtobus yurgandan keyin metro hammasi bor. Va shu yerda bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Nima sababdan aynan Hamkor Residence turar joy majmuasini xonadonlari aynan 5-qavatdan boshlanyapti? Nimaga 2-qavat emas, nimaga 3-qavat emas yoki nimaga 4-qavatdan emas? Ko'pchilik mana so'raydi bu narsaga qiziqib. Men buni hozir o'zi javobini berib qo'yaman. Sababi yaqin 5 yil ichida o'tirgan sotuv ofisimiz bilan yonimizdagi Karmashki yo'lining o'rtasidan xuddi Sergelinkiga o'xshagan yer usti metrosi o'tadi. Ya'ni bilasizlarki, metroning oldida yashovchilar bu narsani juda ham yaxshi biladi va his qiladiki, metro o'tayotgan paytda bilasizlar vibratsiyasi bor va undan tashqari shovqini bor. Ya'ni tashqi muhit yashovchi insonlarga hech qanaqasiga bir diskomfort, ya'ni noqulaylik berib qo'ymasligi kerak. O'shani o'ylagan maqsadda biz 5-qavatdan boshlab turar joy majmuasini tashkil qilishni boshlaganmiz va bu ayni paytda shu kungacha uy olgan mijozlarimizni mamnun bo'lishiga erishib kelyapmiz, xudo xolasa. Shahar loyihasi bilan yana bir narsa men qiziqib ko'rganman, xudo xolasa keyinchalik. Mana shu liniyaning oldidan metro o'tadi. Uyi oldidan. Uyi oldidan metro o'tadi. Qizil liniyaning nariyoq. Shuqurdagi mana shu joyda qiziq joyi bor. Agar uyimizning oldidan metro, yer usti metrosi o'tadigan bo'lsa, metro o'tganda vibratsiya berishi bor. Uyga qanaqa ta'sir qiladi? Demak, bu metromiz hisob-kitob qilingan, hech qanaqa uyga, yashovchilarga ta'siri yo'q. Chunki bizda 4 ta etajimiz, 4 qavat noturar joy hisoblanadi. Bunda demak odamlar yotmay kechasi bilan uxlab qoladigan joy emas. O'shaning uchun bexavotir, bemalol sotib olishlari mumkin. Demak, bu metroni qulaylik tarafi bo'lsa borki, zarari yo'q. Hamkor Residence'dan uy xarid qilayotgan klientlarning ko'pi ishimga uyim yaqin bo'lsin degan maqsadda olyapti. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda probkada qolib ketmaslik uchun, vaqtini tejab qolish uchun, yo'l kirasiga ketayotgan mablag'larni tejab qolish uchun olyapti. Xavfsizlik. Undan tashqari oilasi yonida bo'ladi. Xotirjamlik ham bo'ladi. Investorlarni uy olayotgan sababi birinchi o'rinda kelajakda bu o'zini narxi ko'tarilishi, bunga yarasha sabablar bor. Birinchisi binoni oldi tomonidan metro o'tadi, ikkinchisi shaharga o'tadi degan ehtimol bor. Uchinchisi botga ijaraga qo'yadigan investorlar uchun doimiy mijoz topsa bo'ladi, chunki bu bozor, kelib ketadigan, optimga keladigan tadbirkorlar, savdogarlar juda ham ko'p bo'ladi. Ham undan tashqari hozir obyektimizda 8-etajli qurilish ketyapti. O'zingiz ham bilasiz, qurilishda har bitta etaj ko'tarilganda narxlar oshib boraveradi to bitgunigacha. Men shaxsan o'zim aynan investitsiya bo'yicha ko'chmas mulkdan yaxshi foyda olish xohlayotgan odamlarga tavsiya qilardim. Undan tashqari, agar yashash uchun bozor atrofida turadigan, shu atrofda ishlaydigan odamlar bo'lsa, xavfsizlik jihatidan, xotirjamlik jihatidan aynan shu uyni olishini tavsiya qilgan bo'lardim.
mana shu narsa har bitta armaturani tagiga shunaqa joylashtiriladiki, mana qo'yilgan. Armaturani ko'tarib turadi va armatura pastga tushib qolmasligini, mana bu apalga tegib qolmaslik vazifasini bajaradi. Shunda betonni tegi ham silliq chiqishini ta'minlaydi. Juda mayda detallari ko'p qurilishda, bunga har bittasiga e'tibor berib, har bittasini tekshirib turish tadbir. Har bittasini tekshirib turish juda muhim. Mana hozir eng yuqori qavatda turibmiz. Buni o'ziga yarasha qiyinchiliklari doim bo'ladi. Lekin mazasi ham zo'r. Bo'ldi, bunaqa joy olish hojati yo'q. Buni orqaga qo'yaverasiz. Amin. Sizlar hormanglar, salomat bo'linglar, bo'ldi. Xudo quvvat bersin. Sog' bo'ling. Bismillah. Rahmat. Kuni 16-etajga chiqib ketdim, bolalar qolib ketdi orqamda. Торгово-развлекательный kompleks, haligi magazin bo'ladi, boshqa narsa. Kolonnalarning qalagligi 50 ga 50. Bu kolonna, to'g'rimi? Ha. 50 ga 50. Oti Borigel. Borigel. Bu kolonna. Mana bu kolonna. Kolonnaning ichiga parda tushgan. Parda. Mana shu diafragma jostkosti deganimiz mana shu. Bu diafragma. Diafragmaning karkasi. Bu ham kolonna, diafragmaning karkasi. Hammasi shaklari 20 ga 20 cho'tki qilingan. 20 ga 20. Boshlanishida proyekt bo'yicha jostkost uchun 10 ga 10 berilgan mana, qaraylik. 1 2 3 4 10 tagacha ekan. Bu yoqda ham shunaqa. Boshlanishida 10 tagacha ekan, 10 ga 10 berilgan. Keyin o'rta qismi kengayib, parda vazifasini, diafragma vazifasini bajaradi, shu bilan tepaga chiqib ketadi. Shunga bitta qo'yilganda, oq tushguncha tiqilib to'xtab qolmaydimi? Yo'q, tiqilmaydi. Bu bilan buni orasi mana 15 sm. Qurilish uchun tayyorlangan shebenning tarkibi, yechekasi yana 5 ga 20 da tayyorlangan beton bemalol pastgacha tushib keladi. Undan tashqari biza mana shu 3 metr 3,5 santimetrga bir marta olmaymiz. 3 to'rga bo'lib olamizda vibratsiya berib boramiz. Vibratsiya bermami titratibmi? Vibratsiya berib boramiz. Vibratsiya beriladi. Aniq cho'tki o'tiradi beton. Bu masalan orqa tarafdagi diafragmani ko'rib, bundan o'zingizga xulosa qilishingiz mumkin. Bu tarafini aytasiz? Orqa tarafi ham bu diafragma. Bu blok bilan S blokda orasidagi temperatura shofda bir-biriga qarama-qarshi turgan diafragma. Bizda mana shu 10 santimetrdan kam bo'lmagan отверстие qoldirish kerak. Ular o'rtasida. O'sha pojarni shlangda agar случай bir pojar bo'ladigan bo'lsa, pojarliklar kelsa, mana shundan shlangni ko'tarib chiqib ketadi, to'g'ri. Qaysi etajgacha kerakligi uchun. Чувствительный приборlar o'rnatiladi. Pojarlikka qarshi, tutunga qarshi. Xo'p, uyga yana bir e'tiborsiz qoldirish mumkin bo'lmagan jihat suv, elektr, gaz masalalari. Suvimiz ajoyib yechim qilingan, pastdan yuqoriga beriladi va pastdan podachi bo'ladi. Buni loyihachimiz ta'kidlab o'tdilar. Azalgina savol, yuqori qavatdan o'zingiz olibsiz uyga o'sha joydan deb. Suv masalasi yuqoriga chiqib keyin pastga tushadimi? Qanaqa? Nasos bilan yuqoriga haydaydi. O'sha davleniya asosida pastga qarab keyin tarmoqlanib ketadi. Ya'ni eng yuqoridagi odamga ham pastki odamga ham suv bir xil ta'sir qiladi. Elektr ikkita liniyadan tortilyapti. Uyimiz gazlashtirilgan, texnologiyalar olingan. Bizda hozir yana O'zbekiston Respublikasi tarafdan, Qurilish vazirligi tarafdan, prezidentimiz tarafdan energiya tejamkor materiallardan foydalaninglar. Bu birinchidan quyosh panellari, suv isitgichlari. Bu masalan svet bo'lmay qolgan taqdirda, avariyniy holat bo'lganda liftlarimiz shu quyosh paneldan akkumulyator sistemasida ishlaydi. Yong'in xavfsizligi bo'yicha zinalarimizda yorug'lik sistemasini beradi. Avtoturargohlarimizda xavfsizlikni, yong'in xavfsizligini tiklash uchun quyosh panellaridagi keladigan energiya imkoniyat yaratib ya'ni energiya tejamkorligi yuqori darajada ta'minlab qo'yilgan. Qurilishimizni boshlashimizdan oldin atrofdagi bozor o'rgangan holatda shu narsani xulosa qilganmizki, bozorda ishlaydigan savdogar odamlar har doim ikkita narsani xavfsizligini o'ylar ekan. Ya'ni birinchisi bu uy olgan odam, aytaylik oilali odam bo'lsa,
o'zini, farzandini, oila a'zolarini, umuman ahli oilasini xavfsizligini o'ylaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala bo'lsa, bu o'zini pullarini, ya'ni moliyaviy xavfsizligini o'ylaydi. Asosiy prioritet deb bizni himoya tizimini birinchi o'ringa qo'yganmiz. Ya'ni bizdagi eng asosiy beriladigan bu premium narsa bu bosqichli himoya tizimi hisoblanadi. Yana ham oddiyroq tushuntiradigan bo'lsam, 4 bosqichdan iborat bo'lgan himoya tizimini sizga ta'minlab beramiz. Birinchi bosqich himoyamizda, demak, asosiy kirish eshigimizda maxsus validator apparat bo'ladi. Ushbu validator apparat orqali xonadon egalari o'zini qo'lidagi maxsus plastik kartochka orqali kelib, validatorga tekkizgan holatda asosiy kirish eshigidan o'tib olishadi. Bu birinchi bosqich himoyamiz hisoblanadi. Demak, undan tashqari, endi tasavvur qiling, asosiy kirish eshigimizdan kirib oldik. Agar chapga ketadigan bo'lsak, biz hozir zinaga chiqib ketamiz. O'ngga keladigan bo'lsak, bu yerda hozir demak liftga kelib o'tamiz. Boya aytib o'tganimizdek, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, liftda ikki xil turdagi liftlar bo'ladi. Birinchi tur liftimiz passajirskiy lift 630 kg gacha yuklamani bemalol ko'tara oladi. Ikkinchi tur liftimiz bo'lsa, bu gruzovoy, ya'ni yuk ko'taradigan liftlar hisoblanadi. Ularni yuk ko'tarish imkoniyati 1 tonnaga yetib belgilangan. Liftni chaqirayotgan paytingizda ham, ya'ni tashqaridan begona odam kirgan taqdirda ham liftdan foydalana olmaydi agar qo'lda maxsus plastik karta bo'lmasa. Demoqchimanki, maxsus plastik kartasi siz hattoki liftda ham chaqirish imkoniyatingiz bo'lmaydi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, liftimizni chaqirganingizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri o'zingizni olgan uyingizning etajiga to'g'ridan-to'g'ri chiqib to'xtaydi. Uchinchi bosqich himoyamizni, demak, liftdan chiqqaningizdan keyin liftdan chiqish eshigi bilan xonadonimizga kirish eshigining o'rtasida yana bitta umumiy podyezd qismiga kiradigan eshikdan yana bitta himoya tizimidan o'tib olamiz. Ya'ni bizda o'zi Hamkor Rezidence turar joy majmuasida biznes klass toifasidagi uylarda bitta qavatda bor yo'g'i 4 tadan uzog'i 6 tagacha xonadon egalari bo'ladi. Ya'nikida agar siz uy oladigan bo'lsangiz, liftdan chiqib uyingizga kirish eshigining o'rtasida umumiy qavat, ya'ni podyezdga kiradigan yana bitta himoya eshigidan o'tib olasiz. Bu 3-bosqich himoyamiz hisoblanadi. 4-bosqich himoyamiz bu tabiiy hol, ya'ni qo'lingizga o'zingiz maxsus shaxsiy kaltingiz orqali o'zingizning xotirjamligingiz bo'lgan uyingizning eshigini ochib kirasiz. Bundan asosiy maqsad nimada? Bilasizlar, Abu Sahiy bozori butun respublikaning markazi hisoblanadi. Ya'ni 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi va shunga o'xshash va bundan tashqari chet el mamlakatlardan ham kelib bu yerga hozir tovar olib kirayotganlar bor, tovar olib ketayotganlar bor. Respublikaning markazi. O'sha maqsadda biz birinchi prioritet uchun xavfsizlikni qo'yganmiz. Agar sizga ham xuddi shunaqa Hamkor Rezidence turar joy majmuasida qurilayotgan biznes klass toifasidagi 4 boshli himoya tizimiga ega hamda 9 balllik zilzila bardoshlikka ega bo'lgan mustahkam uylar kerak bo'ladigan bo'lsa, sotuv ofisimizda sizni kutib qolamiz. Zamichani ko'pmi? Zamichalar berasiz. Deyarli zamichada yo'q, bor, bu joyda to'g'rilab ketyapti zamichalar. To'g'rilatmasa bizdir boshqadan qiladi. Yo'q. Men kelaman, kecha tekshirib ketdim, ko'rdim, zamichani berdim, bugun qabul qilaman. Bo'lsa arzon beton oladi. Betonni kachitasidan ham har 28 kundan kakmas to'lgandan keyin laboratoriya chaqiramiz. Laboratoriya kelib o'tib o'zining xulosasini beradi. Agar mabodo o'shanga to'g'ri kelmasa, loyihani chaqiramiz, loyiha o'zining taklifini beradi. Endi biz vaqtdan qilasan, endi usulini berasan. Xudoga shukr, bizda hammasi normal chiqyapti. Buni holat hali bo'lmadi. Yo'q, bo'lmaydi, bo'lmasa ham kerak. O'shaning uchun hammasiga garantiya. U ham dehqonchilik ekan. Hammasi o'zimizda. Qarang, bu yerda mana bu kiraverishdagi bu lift nimaniki? Nijloy ekan, turar ekan, to'g'rimi? Bu yoqda turar liftini. Mana qurilishda muammo yo'q, ko'ryapmiz. Mana loyihachilarimiz ham kecha gaplashdik. Boya shu yerda gamshirgan bilan ham gaplashdik. Buni hujjatlarida-chi, o'sha jurnallarida, aks-skripsiya rabotalarida, jurnallarda bor, avtoskiy nazorimiz bor. Har dushanba kuni kelishilgan o'zida grafik bor, grafik bo'yicha kelishadi. Tekshirib birgalikda biz bilan kelib o'zlariga zamichani qildirib, agar zamichada bo'lsa, kitobga yozib ketadi, bor deb. Uni bizlar shu berilgan muddat ichida to'g'rilab ularga demak ochib beramiz. Bular to'g'rilandi yoki to'g'rilanmadi. Aslida katta zamichanamiz yo'q. Armatura to'qilinadi. Keyin siz kelib qabul qilasiz. Undan keyin apparatga qo'yiladi, undan keyin beton qo'yiladi. Bitta hammasi xudoga shukr emas, normal. Betonni apparatni yechish tartibi oddiy yechilsa bo'ladimi? Qanchada yechiladi? 72 soatda olish kerak. O'zi beton nimasi kerak? Normasi bo'yicha. 72 soat. O'qoti bor. Beton misol bugun qilgan bo'lsa, hozirgi issiq havoda yopiq holda saqlashimiz kerak, suv quyib turishimiz kerak. Beton o'qoti bor, texnologiyasi bo'yicha qaraladi. Unga prorab qaraydi. Nimalar bor? Mas'ul odamlar bor. Qarang, meni yana o'sha joyi qiziqtiryapti. Ko'p qurilishlarda ko'ramiz,
o'sha texnadzor bilan loyihachi bilan prorab yoki texnadzor bilan начальник участка yoki prorab kelisholmay qoladi. Bu yerda qanaqa muammo bormi? Boradi shunaqa joylar bor. Loyihachilar qayerda joyga to'g'ri kelmagan joylar bor, chaqiramiz, maslahatlashamiz. Kimlarga tavsiya qilasiz bu yerda? Har qanday o'zimga bo'lsa ham oladi bu yerda. Qurganmiz, boshqa joydan misol boshqa yerdan qurganmiz, lekin mustahkamligi bu daraja bo'lmagan. Ya'ni shu paytgacha qurilayotgan ko'rgan domlaringiz ichida juda mustahkamlardan bittasi shu. 9 bolga nima qilinyapti, balkim ko'proq ham bemalol chidab beradi. Ya endi bundan ortiq yiqilmalar bemalol chidab beradi. Avvalam bo'lmasin. Avvalam bo'lmasin. Chidab beradi. Haqiqiy bunkerda. Normal joy. Ko'p do'stlar hammasi nimalar, diafragmalar bor, diafragma jo'stiladi. Qarang qancha nima qilingan. Bu betonni markasi bilan armaturani mana bu qalinlik, mana shuni ichida armatura hozir. 28 lik armatura. 28, 25. Bu o'zi ba'zi bir xil joylarda tunnelni variant chiqqan, ularda aslida 16-14 sotadi. Tunnelni variant chiqib turibdi hozir. Ha. Ingichkaligini aytasiz. Unda prost butun telekom qo'yiladi, poli, devorlar butun qo'yiladi. Bizaniki yengil, bizda bitta boshqa sistema boshqa. Texnologiya boshqa. Boshqa, bu mustahkam hisoblanadi. Bu mustahkamroq. Конечно. Qarang, mana endi mana 28 lik armatura bilan betonni markasini to'g'ri bir-biriga to'g'ri birikmasini hisob-kitobini loyihachi beradi, to'g'rimi? Loyihachi beradi. Buni hammasi ekspertizadan o'tgan, oldin siz nimadan o'tgan? Sovet kengashdan o'tadi. Keyin ekspertizadan tasdiqlangan hammasi. Buni loyihachi har bitta nima rashyot qilib tasdiqlab bergan u. Undan keyin shunga qarab loyiha qarab shu boshlanadi. Ha, loyihachi. Bu patolka nechi? Balandligi birinchi etajniki. 4 metr, nima nijiloylarimiz 4 metr. 4 metrda. 4 metrga. Nimalar jiloylarimiz 3 metr. Pastda skladskoyimiz 2,60. Skladskoy pomeshchamiz, stoyankamiz 3 metr. Boya mana Shuhrat aka ham aytdilarmi? Men hozir esimdan chiqdi, Shuhrat aka ham aytdilarmi? Nol reperdan pastga 15 metrdan oshiq qo'ladik sizlar. 15 metrdan fundament qilingan. Nima sabab? Buni sal kamroq qo'lashiga rasxod kamaytirish ilojisi yo'qmi? Uy narxi qimmatlashib ketgan. Geologiya rasxodi bo'yicha bizani mesta nimasiga qilib, nimada olib, geologiya buyurt qiladi. Suvni nima yaqinlik, uzoqligiga qarab nima beradi. Har 25 santimetrdan trambovka beradi. Bu shunaqa. Har bitta sloy 25 sloy qilinadi, trambovka qilinadi, geologiya keldi, prob oladi, o'tsa qildi, o'tmasa boshqatdan qilinadi. Bu unasa mustahkam bo'ladi o'tgan. Ya'ni o'sha yerni kovlashdan boshlab, o'sha birinchi o'zidan qimmatlashib ketganiga sabab shumi? Ish jarayoni haqiqatan ancha nima bo'lganda, asosiy fundamentda. Asosiy fundament. Xo'p, buni qilmasa ham bo'larmidi, bo'lmasmi? Yo'q, qilmasa tegadi. Nozilashga cho'p ketishi bor, suv nimasi bor, bunga garantiya bermaydi. Eng asosiy suyagi hozir faqat bilan armatura bilan beton. Lekin o'z umumiy hisobda necha xil material ishlatiladi? Armatura betondan tashqari mayda shular yana g'ash, pedablok. Ertaga nima bo'yicha gazoblok beriladi, yengil nima berilgan, keyin utilitetniya qilinadi. Основной beton armatura. Fasadini qanaqa qilmoqchisiz? Nimani? Fasadi qanaqa chiqqan? Fasad utilitetniya bergan. Fasad utilitetniya qiladi, nima mana? Bazalt. Bazalt. Uni ustidan keyin alikarbon travertin bilan? Yo'q, qayerda travertin, qayerda alikarbon qilinadi. Ko'p keyin odamlar uylarni mana tarsovoy deyshadi-ku. Tares joylari sovuq deyshadi. Tares bo'lgan taqdirda ham 10 sm nima bergan, utilitetniya bergan, men bazalt bergan. Ya'ni tares joylarida ham unaqa energiya tejamkorligi bor. Tejamkorligi bor. Zo'r. Qadamboy aka, rahmat. Vaqtingizni oldik. Salomat bo'ling, rozi bo'ling. Savol javob bo'lsa, bemalol shu yerda. Joni sog' bo'lsin. Har kun o'z nazoratingizda ekan. Nazoratda shu yerdamiz, Xudoga shukr. Hamkor rezidens loyihasi menda juda ham yaxshi taassurotlar qoldirdi Faxriddin aka. Endi bundan keyin qanaqa loyihalar bor? Bu ham menga juda ham qiziq. Shaxsan menga. Xudo xolasa, mana shu hozirgi qurilayotgan obyektdan где-то 708 metr ichkariga kirilganda 2,5 gektar joy oldik. O'sha yerga bir boshqacha loyiha bilan aniqlaymiz, hozir mo'ljallayapmiz. 2,5 gektar. 2,5 gektar, 2000 tadan oshiq kvartira tushadi. Unga bir alohida gaplashamiz. Loyihalarga to'xtalishimiz mumkin, lekin har bir xonadonning loyihasi juda ko'p vaqtimizni olib qo'yadi. Kim bu haqida ma'lumot olish xohlasa, telefon raqamlarini qoldirsin yoki shu kommentariy ostida plus belgisini qoldiring, sizga loyihani ma'lumotlarini onlayn prezentatsiyasini tashlab qo'yamiz. Asosiy masala qoldi. Loyihamiz tugatilishi 2026-yil oxiri qilib belgilangan va 2026-yilning yakunida siz o'zingiz tanlagan kvartiraga ko'chib kirish imkoniyatingiz bo'ladi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang.
investitsiya haqida ko'p gapiramiz. Sizlarga hozirgi kunda va loyiha boshlangandan shu kecha kunduzgacha bo'lgan narx-navo o'zgarishini mana yoritib o'tib ketaman. Bu sizga 2024-yil yanvar oyida savdo endi boshlanish arafasida bo'lganligi har bir kvadrat metr uchun belgilangan narx. Bu o'rtacha narx o'sha paytda. Undan keyingi, ya'ni 2024-yilning mart oyidagi narxning o'zgarishi. Xuddi shu yilning avgust oyidagi narx-navoning o'zgarishini ko'rib turibsizlar. Va e'tibor berib turing. Oktyabr oyidagi narx-navoning o'zgarishi va so'nggisi 2025-yil yanvar oyidagi narx-navoning o'zgarishini ko'rib turibsizlar. Va hozir narximiz qancha bo'lishini xohlayapsizmi? Unda bizga qo'ng'iroq qiling. Do'stlar, bu loyihamizdagi eng qaynoq takliflarimizdan hali ham kuchda bo'lib turgani hozirgi kundagi katta imkoniyat aynan bozordagi tadbirkorlar uchun bu uylarni bosh to'lovsiz xarid qilish imkoniyati. Borig'i bitta pasport evaziga shartnoma qilishingiz va uyni umumiy narxini hech qanaqa foiz qo'shimcha to'lovlasiz oyma-oy bo'lib to'lashga olishingiz mumkin. Siz qancha tez kelib, tez shartnoma qilsangiz, siz oylik to'lov imkoniyatini qo'ldan boy bermaysiz. Chunki biz shu oy ichida 26 oygacha bo'lib berish imkoniyatiga egamiz. Keyingi oy keladigan bo'lsangiz, bu raqam 25 oyga, undan keyingi oyga bo'lsa 24 oyga qisqarib boraveradi. Ta'kidlashim kerak, uylarimiz soni cheklangan va yana bir ajoyib taklifimiz bor. Boshlang'ich 10% yoki undan ko'ra ko'proq 10% dan ko'ra ko'proq pul to'lagan, boshlang'ich bosh to'lovini to'lagan insonlar orasida yutuqli o'yin tashkil qilamiz. Yutuqli o'yinimiz ichida 5 ta juft Misr safari, 4 ta juft Umra ziyorati va bitta bir xonali kvartira qo'yilgan. Siz bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun tez harakat qilishga majbursiz. 20-asrda yashab o'tgan Napoleon Hill uy yashash uchun xarajat, investitsiya uchun imkoniyat degan edi. Siz ham bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun bizani VIP uchrashuvimizga yozilib qo'ying. VIP uchrashuv nimaligini bilishni xohlaysizmi? Unda mana bu raqamlar siz uchun. Mana shu tugatamiz. Do'stlar, bu videoni ommaga chiqarganimizdan keyin, platformaga qo'ygandan keyin, ya'ni siz ko'rib turibsizmi? Hamma ko'rib turibdi. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Bu imkoniyatni ommaga chiqarganimizdan keyin talabgorlar ko'payishini kutyapmiz. Shunaqa bo'lsa ham kerak. Uylarimiz soni cheklanganligidan afsusdamiz, lekin siz bu imkoniyatni hali qo'ldan boy berganingiz yo'q.